Hadis-i shariflarda ham yetimlarga yaxshilik qilishga targ'iblar ko'p. Bu haqda shunday marhamat qilingan: ana va kafilul yatimi fil jannati hakaza va ashara bis sababati wal wusta va farraja baynahuma shay'a. Men va yetimni o'z qaramog'iga olgan kishi jannatda mana shunday bo'lamiz. Ko'rsatkich va o'rta barmoqlarini orasini ozgina ochib ko'rsatdilar. Imom Buxoriy rivoyat. Man zamma yatiman lahu aw li ghayrihi hatta yughniyahu Allohu anhu wajabat lahul jannah. Kim o'ziga va o'zgaga tegishli yetimni toki u o'zini eplay olguncha taomiga qo'shsa, unga jannat vojib bo'ladi. Imom Tabaroniy rivoyat. Dinimizda yetimlar yo'qchilikdan qiynalmasliklari, yomon niyatli kishilar ulardan o'z qabih maqsadlari yo'lida foydalanmasliklari uchun ularga katta e'tibor qaratilgan. Agar yetimlarni yaxshi kishilar kafolatga olsalar, ularga kerakli ta'lim tarbiyani bersalar, kelajakda ular solih kishilar bo'lib yetishadi va o'ziga ham jamiyatga ham foydasi tegadi.